Bu bemalol yeterli. Bahosini qarang 50 ming so'm skidkaga ketib turibdi. Buning topishganlarni shunday edikdan hech 9 ming so'mdan qo'yilgan obunachilar. 99 mingdan bilasizlar. Masalan, bunning bahoda avval masalan kurtka bemalol ishga ber egallagan odam edik qidirib kelayapkanlarimiz umuman razmer topib olmay ketib qolmaydi. 100% topadilar obunachilar. Assalomu alaykum hurmatli Fayz obunachilarimiz, hammangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugun yana Umar Shoes Kids do'koniga tashrif buyurdik obunachilar. Har doimgidek 9-do'kon. Faqat o'zi beyanimiz bilasizlar 91, 92, 93 deb ketadi obunachilar. Qaranglar, videomizni boshlamasdan oldin manzil eslatib o'tiladi. Manzilimiz beyanimiz Unna Gamburgdan Karmon Shoppingga kirib kelaverishingizda joylashgan liftning to'g'risida. Beyanimiz esa Stenka bozorimizdan Karmon Shoppingga kirib kelaverishingizda chap qo'lingizda joylashgan. Faqat 9-do'kon deb ishora qilsangizda bo'ldi obunachilar. Qaranglar, video rolikimizni boshimiz like va obunani обязательно bosib qo'yinglar. 50 ming so'mdan ko'shlarimizni ko'rsatamiz. Qarang, apkalarimiz uchun 39 razmerdan 44 razmergacha bo'ladi bu. Xolosozda buning oq sveti, xolosozda meni qora svetidan bo'ladi. Ana buning qora svetidan bo'ladi obunachilar. Bu bemalol yeterli. Bahosini qarang 50 ming so'm skidkaga ketib turibdi. Buning topishganlarni shunday edikdan hechdan topib bilmaysizlar obunachilar. Keyin bu yerda yosh ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun ham mini krossovkalarimizdan bor. Bular ham bahosi aytib o'tiladi. Keyin imunda detskiy kiyimlarni bilasizlar. Detskiy kiyimlari shoshilmang obunachilar, chunki bunda zo'r yangilik bor. Xudo xolasa uni ham aytib o'tamiz. Imunda keyin ko'z oydin uchun borsangizlar Baradan apkalarimiz, hammamiz bormaydigan odam bo'lmasa kerak, 20 ming so'mdan qaranglar. Ko'z oydina olib borsangizlar bo'ladi. Bundan ham pachka duribdi, bemalol kelsangizlar bo'ladi. Imenning kurtkalardan ham bor obunachilar. Kurtkalarimizdan ham bor. Buning bahosini video davomida aytib o'tamiz obunachilar. Esa videomizni boshimiz ichon har doimgidek ayollar etiklaridan boshlar edik. Endi bu safar kiloli detskiy kiyimlardan boshimiz obunachilar. Qaranglar. Boshlasak, imenning ukalarimiz uchun jemperlar va chalur, shimlar hammasidan bor. Keyin iminlik kurtkalarimizdan ham bor obunachilar. Eng asosiysi bugun videomizni toza bizlar obuna bo'lgan obunachilarimiz bo'lsa, kanalimizga tashrif buyurganlar bo'lsa, bir narsani eslatib o'taman. Har doimgidek berimizda kiloli kiyim sotilibdi. Kiloli faqat bulari 220 mingdan qo'yilgan edi. Endi obunachilar uchun dedi 200 mingdan kiloga hisoblab olib ketaversalar bo'ladi dedi. Masalan, obunachilar qaranglar. Bu vishilkasini 15 ming so'mdan olib tashimiz. Yo'q deb hisoblaymizdan ishini o'zini qo'ysak, 3 so'm bo'ladi. Buni bir eslatib o'taman. Bu menimcha 2-3 yoshar ukalarimiz uchun bo'lsa kerak. Bu baho urilibdi 200 mingdan 119 ming so'm. Shunda 119 ming so'm ekan obunachilar, qaranglar. Shunda 15 ming oladigan bo'lsa 104 ming so'mga tushib turibdi sizlarga shu narsa. 104 ming so'mdan. Keyingi iminlik kurtkalarimizdan ham bor. Iminlik kurtkalarimiz, buni videomizda aytib o'tganmiz, o'tgan videolarda. Keyin iminlik qaranglar, ichida bir iminlik oq ko'ynaki bo'ladi, chalurul bo'ladi. Xullas 3 dona narsa bo'ladi, общий pakalena. Hozir buni ham eslatib o'taman. Tak, buni qo'yadigan bo'lsak, vishilkani girmaymiz. 3 so'm bo'ladi shu. 139 ming so'm. Endi o'ylanglar, 15 ming so'm olib tashlasa bo'ladi shunda. 139 mingdan 130 dan olgandan 115, 124 ming so'm bo'ladi ekan. 124 ming so'm ajoyib, lekin bu birda endi 3 dona kiyimi bilan ichida. Ana, zayli. Shurasi qo'yaramiz buni. Keyin buyonimizda deytski, mini sportivkalardan ham bor. Bular buni ichida ishton ham bor. Eng asosiysi ishton ham bor. Bu bam shunda 200 mingdan kirib beriladi. Xohlaringiz obunachilar. Buyonimizdan bosilgan bemalol yetarlicha bor. Endi sizlarga kiloli kiyimni eshitdingizlar. Endi 99 ming so'mdan kurtkalarni bilarmadingizlar. 99 ming so'mdan qaranglar. Bu kichik razmerlari bo'ladi, lekin kichik razmerdan dim kichik bo'lmaydi. Ichina qaranglar. Issiqqina. Iminni yaldiroq xillari bor, iminni uzun xillari bor ekan. Keyin bular kichkina razmerlar bo'ladi. Bu lekin kichkina normalniy opa-singillarimiz bo'ladi bu. Bu ayollar kurtkasi bo'ladi. 99 ming so'mdan qo'yilgan obunachilar. 99 mingdan bilasizlar. Masalan, bunning bahoda avval masalan kurtka bermasdilar. Bunning skidkani ham kamyob odamlar turibdi obunachilar. 99 sovuqi ko'rib tursa, jadırdanma sovuq bo'lib turibdi. Bu yonimizdan kurtkalardan ham bor.
Yetmeydi deb o'ylaysizlar, bemalol yetasizlar. Sababi unda pochga bosilibdi. Keyin bunda 340 mingdan kurtkalarimizdan bor. Assalomu alaykum. 340 mingdan qaranglar. Har xil razmeri bor, har xil rangi bor. Eng asosiysi kelishib beriladi bu 340 mingdan deb aytilgan. Keyin imundan 99 mingdan kurtkalarimiz har xil rangidan bor obunachilar. Keyin bir narsa eslatib o'taman. Unda opa singillarimiz uchun krossovkalarimiz ham kelgan. Buncha razmeri sifati vobshim gap yo'q. Sifati ichi puxli. Issiqqina, oyoq umuman do'ngmaydi. Razmeri 38 razmer ekan. Bahosi 60 mingdan deb aytildi. 60 ming so'm edi bu apga. 60 mingdan obunachilar. Men sizlarga so'rab beraman shu aniqini. Keyin meni sviterlarimiz kelgan. Sviterlar har xil rangi, imna 1, 2, 3, 4 rangi bor. Ina imdam asıl duribdi ina. Yuqorida. Sviterlarimiz bahosini qiziq turibmizlar. Bahosini ham ko'rdingiz, bu reklamada 80 ming so'mdan haligacha skitkamiz davom etib turibdi. 80 ming so'mdan olib ketsangiz bo'ladi. 80 mingdan. Keyin 50 ming so'mdan iminli jemperlar, vodolaskalar bor. Qizil rangi deysizlarmi, sorimtir, oq rangi, qora rangi, shunday har xilisidan bor. Eng asosiysi bahosi 50 ming so'm. Razmer standart bo'ladi bunda. Sababi vodolaskani bilasizlar, cho'ziladigan xili bo'ladi. Qaranglar, ina. Vodolaska 50 ming so'mdan bahosi. Skitkamiz eng asosiysi davom etib turibdi obunachilar. Skitkamiz kiyimini jinsi ayollarimiz uchun ham bor. Jinsi bahosi bom 50 ming so'm deb aytilgan. 50 ming so'm. Razmer menimcha standart bo'lsa kerak. Lekin modasini vobshim gap yo'q. Indiki keldi. Qaranglar, sizlar uchun zo'r. Ayollarimiz ediklarini o'tamiz obunachilar. Ayollarimiz ediklari iminli rangina qaranglar. Iminlidan bor. Ichi eng asosiysi puxli. Buni ham hazatib ina. Sal uncha ko'rinmadi, lekin 100% puxli. Bir de bor hamma ediklari qaranglar. 99 ming so'mdan xolasizda meni zamush xilisi bor, xolasizda meni uzun xili. Shuni edik yaqtirib olib kelamiz uchun bundan ham bor. Keyin meni yaldiroq xili bor. Masalan, yaldiroq xili. Dur chotgan urib, liboy vaqtda sirib, yeyib ketaverasizlar. Top-toza bo'lib turaveradi. Qaranglar, buni razmerlarga keladigan bo'lsak, 36 dan 41 razmergacha, 39 razmergacha bor dedilar. Bemalol ishga bir egalgan odam edik qidirib kelayapkalarimiz umuman razmer topib olmay ketib qolmaydi. 100% topadilar obunachilar. Keyin iminlilarni qiziqadiganlar bo'lsa, vobshim zo'r. Qaranglar, buni ham har xil razmeri bor. Bom 99 ming so'mdan. Iminlilardan bor. Yana bir yandan ko'rib sizlarga aytib o'taveramiz. 99 ming. Sifatini vobshim a'lo darajada gap yo'q. Iminli sapoqlar ham bor ekan. Buni ham bahosini aytib o'taman. Bahosini sizlarga video davomida aytib o'tamiz, xudo xolasa kuzatib turinglar. Keyin iminli zamushlar har xilisidan bor. Yana iminlini bor. Iminli kelta xilisi bor. Imuni uzuni, bu uzunada bu kelta xili. Bu ham 99 ming so'mdan. Vobshim, qaranglar. Oyoqadim qo'nib turadi deb keladi. Keyin iminli razmerlar, kichik razmerlar ham bormi deb so'rashingiz mumkin. Kichik razmerlardan ham bor bizada, ichi puxli. Turishini qaranglar. Buni 33 razmerdan boshlanadi. 33 razmerdan ketaveradi. Kichik razmerlari bu. Har xil rangidan bor. Mini rangidan ham bor ekan buni. Bu ichki razmer masalan. Ko'ramiz. 36 razmer. 36 razmerlardan bor. Beyanimiz ham o'tirib birgalikda ko'ramiz. Minilarning bor. Ish qilib eng asosiysi bed obunachilar kami 10 xil assortiment ediklarimiz bor obunachilar. 10 xil tushunib turibsizlar? 10 xildan oz emas beda. Mana Emirda yana boshda ko'rsatgan ichini qaranglar, icham puxli 50 ming so'm. 50 mingdan qo'yilgan. Yana bu yerdan sizlarga ko'rsatib o'taveramiz. Har xilidan qo'yilgan. Bunday sivetlar ham bor. Xudo xolasa hali yangilikni Umar Shoes Kids shu og'amiz aytib turibdi. Alloh shukr, xudo xolasa hali obunachilar uchun zo'r. Bundan ham aytib hali arzon etib aksiyalar qo'yamiz. Hali eldinda ukam deb turibdilar. Bizlar ham inshaalloh deb iloji boricha bilasizlar obunachilar videomizni ko'rib turgan og'alarimiz, akkalarimiz like bosib obuna bo'linglar. Sababi
Men bilasizlar, qimmat narsani iloji boricha chiqarmoqqa harakat etaman. Arzon aksiyani biza xalqqa yo'naltirish harakat etamiz. Bizlar sizlardan faqatgina like va obuna bosishni so'raymiz obunachilar. Bizlar shu bo'lsa, biza dim quvonib, haddan tashqari sizlarga qo'ldan kelgancha yana aksiya bahoda ko'p brendlarni chiqarishga harakat qilamiz obunachilar. Yana bunning nelar bor? Ko'rganlaringizdek. Yana bu yonimizda ham yana krossovkalarimiz yaxshilan dolishgan 100%. Odamlarimiz ham bor. Yana ko'rganlaringizdek, mini kurtkalarimizni qarang. Bom 99 ming ekan. İçi puxlu eng asosiysi. Qaranglar. İçi puxlu. Bom 99 ming so'm debki? 99 ming so'm. Qarang, endi bu sapog'ni necha so'mda qo'yibsiz shuni? Sapog bom 99 mingmi? Obunachilar, bom yangilik. Sapog ham 99 ming. Krossovkalar 60 mingdan. Pesta duronlar. 50 mingdan qo'yamiz mesela. Bunda yana yangilik aytibmiz-ku. Obunachilar 60 ming so'm edi, videolarimizni aytib o'tirdik. Endi 50 ming so'mdan bo'libdi. Xudo xolasa, nomerlarni pastga qo'yamiz, bemalol kelib, o'zingiz ko'rib, olib kelsangiz bo'ladi. Eng asosiysi bu do'kondan bir o'zingizga kerakli narsani topib bilmay ketib qolmaysizlar. Eshitibmisizlar? O'zingizga kerakli narsani topib bilmay ketib qolmaysizlar. Qaranglar, yana bir bor manzil eslatib o'tiladi. Umar Shoyski do'konining manzili. Bu yanimiz Unna Gamburg 8 blokni doğrusunda Karma Shopping'e girip geliyorsa doğru qarab kelasizlar. O'zi doğru qarab kelasiz, lift bor. Liftni doğrusunda 9-dükkan. Bu yanimiz esa Urgan Stenka bozorini o'tkazib 9 etajga o'tkazib berishingizda, ana chap qo'ldan shu girasizlardan doğru qarab kelasizlar. Hech yer aylanmaysizlar obunachilar. Hech yer aylanmaysizlar oldin. Yana chap qo'lda joylashgan, faqat 9-dükkan. Yana Umar Shoyski do'koni qaysi biri deb agar topolmasalar manzilimizdan ham aytsangiz, liboy bir odam aytib beradi obunachilar. Videomizga yoqqan bo'lsa